Salom barchaga. Bugun sizlar bilan yana Modern Gaming. Bugun ishga kirish haqida video bo'ladi. Bolalar videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Unda videoni boshladik. Birinchi biz ish qidiramiz. Katta suhbat bo'lyapti, katta bir nima bo'lyapti. Qayerda nima bo'lsa shu yerga ishga kiramiz bolalar. Sizlardan bitta narsani talab qilaman. Agar Grand Mobile'da yangi bo'lsanglar, umuman hech nima tushunmasanglar, menga aloqaga chiqishinglarni so'rab qolaman. Hamma narsani o'zim o'rgatib, yordam berib, puldan podдержка qilib turaman bolalar. Bu meni ikkinchi akkauntim. Bu akkauntdan ishga kirmoqchiman. Qani hukumat, go, qani bitta suhbat bo'lsa, suhbatdan o'tib ko'ramiz. Tak, bitta nima bo'lyapti? Uy, men anoni qarayman. GMPmi nima bo'lyapti, короче. GMPmi o'sha bo'lyapti. Tadbir ya'ni. Sud qarori Discorddan ko'rdim. Mana shu yerda bo'lyapti mana. Hamma shu yerda, hamma tashkilot shu yerda. Tak bitta Kurgan, IIVJ, Ichki ishlar vazirligi, keyin OBV mana sud qaror chiqaryapti. Tak, men u bilan ishim yo'q, короче. Suhbat yo'q bu yerda, suhbat yo'q. Qani boshqa ishga ham kirib ko'ramiz. Mayli, bu yerda suhbat yo'q ekan, ketdim men bu yerdan bolalar. Bolalar ariza tashlab ko'raymi yoki, bile ariza tashlab ko'rish kerak. Qani men 07 yemam degan. Ketdi meni jigarim 07 meni. Shahzod chiqdi, men taniyman, men eski akkauntim, Artur Washingtondagi akkauntimda birga edik-ku bilan. Mana ketdi. Ketdi mana. Ketamiz. Hozir urib o'ldirib qo'yishadi buni. Ketdi. Men videoga o'tganim bilmaydi bular. Tak, menda bolalar 3 ta olmos bordi. O'shani ham sotib olishim kerak. Men 3 ta olmosim bor. Tak, 3tasi 200 mingdan qo'ysa nima dedilar? 250 mayli. Go. 787 mingdan tushar ekan. Mayli, sotamiz, farqi yo'q. Shunda bizada ketdi. Nima qanaqadir ishga kirishimiz kerak. Nima bo'lsa ham kirishimiz kerak, bolalar. Ishga kirmasak bo'lmaydi. Chunki bizda ishga kirish uchun normal opit bor. RP hamma narsa bilaman bolalar. Bu men ikkinchi akkauntim bo'lgan sabab, men shu akkauntga ishga kirishni yangi igroklarga o'rgatmoqchiman. Albatta shu mehnatni qadrlagan holda videoga like bosing, menga obuna bo'ling. 50 ta obuna chiqsa stream boshlaymiz bolalar. Love Me Flores tanimaganlar bo'lmasa kerak. O'shalar bilan birga stream olaman, ya'ni o'shalar semiyasiga o'tib, birga FV va o'sha Kurgan OPga o'taman-da. O'sha yerda video stream qilishni boshlaymiz bolalar. Tak. MVDda-chi? Bu yerda ham suhbat yo'q menimcha, ular ham dedi. Ano GMP deydi ular, GMPda. Aytdim bu yerda ham suhbat yo'q deb. Nomer ovoringlar bitta mayli. Любой bitta nomer ovoraman, farqi yo'q menga. 198 mayli, normalniy. Tak, bolalar, endi qanaqa ishga kiramiz bol? Aytinglarchi, bitta kommentariy ham yozib qoldirdilar. Keyingi videoda qanaqa ishga kerak, qanaqa OPG, qanaqa davlat ishlari, qanaqa obuzundan o'ting, liderga yoki SSlikka farqi yo'q menga bolalar. Ketdi mayli, bitta ish qidiramiz. Men ariza tashlaymizmi yoki? Davay bolalar, ariza tashlaylik, undan ko'ra cho'tki ishlarga. Ketdi, unda bitta ariza tashlaymiz. Go! Tak, Discord kiramiz, ishga joylashish. Facebook harbiy qism bo'lmaydi. Kurgan o'pi kiramiz, davaymi bolalar, Kurgan. Kurgan kiramiz. Go, Kurgan qani? Degan. Ariza tashlashni o'rgataman, qariyalar bolalar. Ariza tashlash bilmaydiganlar uchun o'zi oson, prosta endi o'rgatib o'tmoqchiman. Короче, sizdan talab qilinadi medkarta, pasport, o'shanaqa narsalarni screenshot qilish. Keyin ishsiz deb yozasizlar. Birinchisiga nikli, ikkinchisiga oldingi lavozim yo'q, uchinchisiga ishsiz. To'rtinchisiga qo'yib ketasizlar tek qilib katta tarkibni. Tak, unda o'yinga qaytamiz. Biza pasport screenshot qilishimiz kerak. Tak, birinchi o'rinda трудовой knigani screenshot qilamiz. Tak, qaranglar, men qanaqa ishlarda ishlaganman, ko'rdinglarmi? Shunaqa ishlarda ishlash uchun hali sizlarga opit kerak edi, bormi? Hazil. Tak, screenshot qilamiz. Telefon voshcha qotyapti, qizib ketgan telefon. Tak, pasport.
Pasportni ham screenshot qilamiz bolalar. Bolalar Yunusalarni taniydiganlar bormi? Yunusali ham yo'qolib ketdi, brat. Litsenziya screenshot qilamiz bu yerda. Bo'ldi, endi ariza tashlaymiz. Let's go! Tak, mana kirib oldim. 3 ta narsa screenshot qilganman. O'shalarni qo'yamiz. Birinchisiga tak nikimiz. Men Artur Yaxshimuratov deyman. Bu ikkinchi akkauntim. Mana Artur Yaxshimuratov. Ikkinchisiga ishsiz deb yozamiz. Mana ishsiz degan. Uchinchisiga oldingi lavozim yo'q. To'rtinchisiga men Orexda 9 bo'lganman, shuncha Orex 9, hokimiyat 9 deb yozaman. Shtobi men 8 ga olishar balkim. Luvmen tanimanda 5 ga endi tek qilamiz liderlarni. Tak, mana Bunyod Obsidian bor, 9 u ham zam lider. Keyin Luvme bor. Luvmeni ham tek qo'yamiz. Xo'sh. Tak, endi bo'lni rollari ko'paygan. Men Orexda lider bo'lib ketgan, shuning uchun medallari ham muvaffaqiyatli lider qurgan OPG bizni tarkib, короче, o'shanaqa gaplar. Tak. Endi nima qilamiz bolalar? Kutamiz-da tasdiqlashini. Nima qilardik boshqa? Bizning shundan boshqa ishimiz yo'q, bolalar. Tasdiqlashini kutamiz. Undan boshqa ishimiz yo'q. O'nga qaytamiz mayli. Davay, bir nimalar qilamiz. Короче, nima qilamiz bilmayman. Peshkom stanki ketamizmi deymanda, peshkom ketamiz endi nima qilamiz? Peshkom ketadigandan boshqa ishimiz yo'q bizning. Hukumatga ishga kirib ko'rishim kerak. Tak, mana taksiz keldi. Kim bu bilmadim, yo'lda ketgandim, to'xtadi. Yaxshilik qilmoqchi shekilli. Kurganga 100% stankaga tashiydi hozir. Gapimga garantiya beraman, stankaga aytdim mana. Kurganga ketish uchun men bu yo'ldan ketish kerak edi. Aytdimmi stankaga tashiydi. Mana bolaman, qiynida bo'laman. Mashinam yo'q, bitta 07 bor. Qanaqa boraman u sekin mashinada bolalar. Siz ham brat stankaga tashlaysiz bo'lmaydimi? Ilyas, ismingizga yarasha odam bo'ling. Insof ham kerak odamga. Maylilarga rahmat shutgacha ham. Mana Jigulim qani, mana 07 qani mana. Jonkamman, assalom deydi. Bola eshitganmisizlar? Xo'p, ketdim. Nima dedi bu? Jigar odam qo'shing, rang beraman. Bo'ldi, tamom, qo'shamiz bolalar. Nima qilardik boshqa? Qo'shpasak endi bo'lmaydi. Ketdi endi. Farqi yo'q menga bolalar. Dabbala bilet. Uzr. Yana endi hukumatga ishga kiraman, chunki boya hukumatda ishga olish boshlandi deb chatda ko'rsatdi. Endi o'sha yerga ishga kiramiz bolalar, hukumatga. Bolalar, bu videoda to'liq ishga kirishni hammalar o'rganib olasizlar. Shuning uchun videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Ketdi. Mana o'chirdi ko'pligini. O'chir tugaguncha bolalar, videoni men tezlashtirib yuboraman. 4x ga ketdi. Bolalar, mana men navbatim keldi va nihoyat Xudoga shukr. Jam bilasizlarmi? Yarim soat kutdim. Hali videoni 40 tashlaganlarim bor o'shanda. Mashsha ko'p kutdim. Nima demoqchi endi siz bizga ham assalomu alaykum deb yozish kerak edi bu. Pasport cho'ntakda обязательно eventga qo'ygan payti katta harf bilan boshlash kerak. Bo'lmasa 1-3 olishinglar mumkin yoki 3 ta xato qilsanglar отказ olasizlar. Nuqta ham обязательно kerak bolalar. Xo'p, men buni yozmay qo'ydim. Siz suhbatgami dedi. Voy, bilay. Mikrofonga tashab qo'yamiz-da. Ha deymiz. Ha. Pasport cho'ntakda. Pasportni katta harf bilan emas, telefonim qizib ketgan mashqa. Pasportni oldim. Eventga qo'yib, pasport kolda ham P katta harf bilan pasport kolda.
Nuqta ham обязательно kerak bo'ladi. Xo'p, pasportni uzatdim. Pasportni beramiz bolalar. Bila, pasportni berdim, короче, mana. Endi kutamiz nima savol beradi. Medkarta va Kabarin yurishini qaranglar. Kabarin tanisizlarmi? Psix testga tayyormisiz? Albatta tayyorman. Xo'p, ketdi. Siz ismi nima? Tanishtirmadingiz deyish kerak. Chunki nikiga qarab aytsanglar отказ olasizlar bolalar. Nikiga umuman e'tibor bermanglar. Tanishtirmadingiz deyish kerak. Agar boshida men shunaqa lavozimda ismim shunaqa desa aytishinglar kerak bo'ladi. Qo'limda nima bor desa hujjatlarim deysizlar. Chunki sizlar hujjatlaringni o'zi bergansizlar unga. Hujjatlarim bor deb aytishinglar kerak bo'ladi. O'giriling deydi. O'girildim mana nima qilamiz? Qamoqvorsa. Tak, mana kutamiz bolalar. Nima deydi endi bu? DM, DB, SK shunaqa savollarni beradi hozir qaranglar. Aytdim. Tak, DM bolalar besabab o'ldirish, DB bosib ketish, TK team kill, ya'ni o'zini komandasini, o'zini ishida ishlaydiganlarni o'ldirish bo'ladi bolalar. O'shani o'ldirmaslik kerak, sizlarga maslahat. Xo'p. Endi team kill deb yozamiz. Agar o'tding desa bo'ldi bolalar, sizlar ham shundan ko'rib o'rganib olishinglar mumkin bo'ladi. Обязательно videoni ko'rib ishga kirsanglar bo'ladi. Novichoklar menga yozinglar, o'zim sizlarga hammasini o'rgataman. Endi o'yinda ham boshqa odamlar bo'lishi mumkin. Ular ham o'rgatishlari mumkin. Tabriklayman, siz bizga to'g'ri keldingiz. Rahmat. Arlen Halimov menga kelganda afka bo'lib qoladi, bular nimaga bunaqa bo'lay? Xullas bolalar, mana ishga kirib oldim. Video shu yerda tugaydi bolalar. Ko'rganingiz uchun обязательно rahmat aytaman. Bolalar, hammaga rahmat. Videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishinglarni обязательно so'rab qolaman, chunki men bu video uchun shuncha mehnatim va shuncha vaqtim ketdi. Keyingi videoda sislikka va boshqa ishlarga kirishga harakat qilib ko'ramiz bolalar. Unda hammaga rahmat. Xayr. Like esdan chiqmasin.